Assalomu alaykum hurmatli akalar, opalar, singillar, ukalar. Mana bugun Qashqadaryo viloyati Qo'dala tumani G'allakor qishlog'imizda bir akamiz og'ir kasallikka duchor bo'ldi. Akamizni Mingorov Akmal aka deydi. Akamizga jigar siroz kasalligi tashxis qo'yilibdi. Tez Hindistonga borib operatsiya qildirib kelish kerak deb aytdi doktorlar. Endi xudo xolasa kimdir 1000 so'm, kimdir 2000 so'm, kimdir 5000, kimdir 10000, kim imkoniyati boricha xudo xolasa bir yordam qilsangizlar, o'zimizni chiyal, o'zimizni Qashqadaryo bir hech narsa qilmaydi. Bir 5000, 10000 bilan hech kim kamayib ketmaydi, yo hech kimda bir puli kamayib qolmaydi. Mana xolamiz ham shu yerdalar. Odamlar endi jannat deb uzoqni ilimga, xalqimga jannat deb o'zgalarni yutini mo'ljallama do'stim. Boricha ihson Hajga qilinglar. borolmadim, Ka'bani ko'rolmadim. O'ksima do'stim. Tuzalib nasib qilsa, Ota-onang bormi? bolalarga bosh qilsin. O'shani duosini olgin. 4 ta farzandi bor. Endi shu imkoniyatlarimiz bo'lsa, iltimos yordam qilinglar. Shu Hindistonga borib davolanib kelsin. Akamizga xudo xolasa $30,000 operatsiyasiga ketadi deyapti. Endi biz imkoniyat darajada endi $30,000 so'ramaymiz. Balkim yig'ilar, balkim kimdir imkoniyati boricha tashlab bersin. Bizlarda misoliga hammaning ham imkoniyati bor. Kimdir 100,000, kimdir 5000 tashlashga. Akamizda 3 ta o'g'il farzandi, bitta qizi bor ekan, hali yosh ekan. Iltimos, akalar, ukalar, opalar, noto'g'ri tushunmanglar. Videoni ko'rib unaqa demanglar. Hech kimdan qolgan kun emas. Prosta shunday vaziyat bo'lib qopti. Bir yordam qilaylik, iloji bo'lsa. Muhtoj bo'lib qolgan. Akamiz xudo xolasa yaxshi dovlanib, bir yaxshi bo'lib ketsa farzandlariga bosh beradi, sizlar duo qilib qo'yadi. Oltin olma, duo ol deb qo'ydi. Duo oltin emas. Bir changaldan bersa to'ydiradi, bir mishdan bersa o'ldiradi degan xalqimizda maqol bor. Nasib bo'lsa shu o'g'lim oyoqqa turib ketsa, o'zimizcha duo qilamiz, duolarimizda bo'lamiz. Alloh rozi qilsin. Avvalambor Alloh qarasin, Alloh nima bo'lsa qilib bersin. Karta raqamlarini xudo xolasa tashlab qo'yamiz, o'zining nomerini ham tashlab qo'yamiz, pastga yozib qo'yamiz. Bemalol karta raqamlariga pul tashlayverasizlar. Biz o'zimiz karta emas, o'zlarining kartasini tashlab beramiz. Keyin o'zining nomerini ham yozib qo'yamiz. Pastga yozamiz, bemalol qilib so'rab bilib olaverasizlar. Rahmat hammaga.